Toshkent davlat transport universitetida yangi o'quv poligoni Ilg'or muhandislar maktabi tashkil etildi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati raisining tegishli buyrug'i asosida Toshkent davlat transport universitetida Ilg'or muhandislar maktabi zamonaviy o'quv poligoni vagon xo'jaligiga ixtisoslashgan ikkita o'quv xonasi, ikkita 400 o'rinli brend auditoriya foydalanishga topshirildi. Bu yerdagi talabalar o'qish jarayonida o'zida nima desa bo'ladi, tajriba, ruschasiga aytgan praktika bo'ladi-ku, mana shu praktik jarayonlarni ham ko'rishadi va ertaga oliygohni tamomlab borgandan keyin bizga ekspluatatsiyani tushunadigan kadrlar yetib keladi. Temir yo'l sohasi uchun muhim bo'lgan vagon xo'jaligi yo'nalishida maxsus ikkita o'quv xonasi ham zamonaviy jihozlar bilan ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Binoda turli yo'nalishlarda xonalar mavjud bo'lib, ulardan biri lokomotiv va lokomotiv xo'jaligi kafedrasiga mo'ljallangan tortuv harakat tarkibi o'quv laboratoriya xonasi hisoblanadi. Bu xonada asosan ichki yonuvchi dvigatellarning qismlari, ishlar prinsipi, silindrlarni ishlash ketma-ketligi kabi bir qator parametrlar o'rganiladi. D49 dizel dvigatelida maxsus talabalarni o'rganish uchun bitta silindr qopqog'ini ochib qo'ygan biza, unda porshinni pastki o'lik nuqtasi hamda yuqori o'lik nuqtasi, porshinni yurish yo'li haqidagi ma'lumotni bera olamiz. Silindr qopqog'ini ochib qo'ygan biza, silindr qopqog'ini klapanlarning tuzilishi, indikatorning tuzilishi, klapanlarning sxemasi, suv yo'llari, moy yo'llarini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kelgusi o'quv yilidan boshlab esa O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan ilg'or va tashabbuskor talabalarga mo'ljallangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati raisi stipendiyasi joriy qilish rejalashtirilmoqda. Ushbu tashabbus orqali o'zining salohiyatini namoyish qilgan talabalar moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlanadi. Bu esa ularning ilm-fan va innovatsion faoliyatiga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytiradi.